Lev Tolstoy. Tirilish. Buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoyning so'nggi yirik romani bo'lib, u 1899-yilda nashr etilgan. Asar voqealari knyaz Dmitriy Nexlidov va oddiy xizmatkor qiz Katyusha Maslova taqdiri atrofida aylanadi. Yosh knyaz Nexlidov xolalarining uyida go'zal va pokiza Katyushani uchratadi va uni sevib qoladi. Biroq keyinchalik xudbinlik va yoshlik asorati sababli uni yo'ldan urib, so'ng tashlab ketadi. Bu voqeadan so'ng Katyushaning hayoti ostin-ustun bo'lib ketadi. U homilador bo'lib qoladi. Uydan haydaladi. Farzandi vafot etadi va oxir-oqibat hayot qiyinchiliklari uni fohishalik botqog'iga itaradi. Asar shunchaki ikki insonning fojiali sevgi qissasi emas, balki chuqur ijtimoiy falsafiy asardir. Asar nomi ham bejiz tanlanmagan. Bu yerda jismoniy emas, balki inson qalbining, vijdonining qayta tirilishi ko'rsatilgan. Nexlidov o'z xatosini anglash va tavba qilish orqali, Katyusha esa o'z insoniy qadr-qimmatini qayta tiklash orqali ruhan tiriladi. Tirilish. Tolstoy asarda o'sha davr Rossiyasining sud tizimi, qamoqxonalari, byurokratiyasi va aslzodalar tabaqasining ikkiyuzlamachiligini ayovsiz fosh etadi. Davlat qonunlari haqiqiy jinoyatchilarni jazolashga emas, balki qashshoq va himoyasiz qatlamni ezishga xizmat qilishini ko'rsatib beradi. Tolstoy hayotiy voqeani shunchaki qog'ozga tushirmay, unga chuqur falsafiy ma'no berdi. Asar qahramonlarni o'limga emas, balki ruhan poklanish va yangi hayotga, ya'ni tirilishga yetakladi. O'qing, biz tavsiya etamiz.